uyda yoki ishxonada ishlatishga baquvvat karcher qarab yurgan bo'lsanglar, Rusmashdan aynan shu RU 718 modeldagi karcherni tavsiya beramiz. 220 da ishlaydi, motor quvvati 2.2 kW, napori bo'lsa 18 litr suvni 1 minutda 180 bar davleniyada haydab bera oladi. Komplektida o'zini shunaqa baquvvat pistoleti, 4 xil professionalniy nasatkalari. Aytgancha, bu karcherimizni o'zida avtostop funksiyasi bor. O'zi chelakdan desanglar chelakdan, bochkadan desanglar bochkadan tortadi. Davleniya regulyatori ham bo'ladi. Ya'ni pastroq davleniya kerak bo'ladigan bo'lsa, shu richagga chapga burab pasaytirib yoki ko'paytirib ishlatsanglar bo'ladi. Va plus komplektida shampun sepishlik uchun o'zini spesial pena bachoki, pistoletning uchiga удлинитель trubkasi, shlankasiga ham bitta e'tibor berasizlar, haqiqiy baquvvat armirованный shlang bo'ladi. Va o'zini ichida asosiy ketib qolishi mumkin bo'lgan qachonlardir запасной sanliklari, so'rish uchun shlankasi, bochka yoki chelakdan, bu shlangga uchiga filtri bo'ladi. Narxlarini opsiyaniyada qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa nomerlar qoldiramiz.